Qadrli kuzatuvchilar, aprel oyining oxirida bo'lib o'tadigan milliy sertifikat imtihonlarida essay bo'yicha demak bir qancha muammolaringiz bor. Demak, kirishni ajoyib tarzda yozishni, kirishdan keyin asosiy qismga o'tishni, asosiy qismning birinchi, ikkinchi, uchinchi tomonlari va xulosalashni ajoyib tarzda sizlarga o'rgatib o'taman. Buning uchun diqqatingizni ekranga qaratasiz. Demak, essayda avvalambor kirish qismiga o'tishdan avval mavzuni yaxshilab o'qishingiz kerak. Ya'ni mavzuda e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan nuqtalarni bilishingiz shart. Ulardan bugungi kunda fast food, ya'ni tez tayyor taomlar ko'pchilik tomonidan zamonaviy hayotning qulay va tejamkor yechimi sifatida qabul qilinmoqda deyilgan birinchi tomon fikri bor. Demak, mana bu yerda qulay so'zga e'tibor berasiz va tejamkor yechimi deyapti. Demak, qulay va tejamkor degan ikkita jihatga urg'u qaratishingiz kerak. Bu yerda fast foodning mazasiga, fast foodning narxiga yoki fast foodning boshqa jihatlariga emas, aynan qulayligi va demak tejamkorligiga urg'u qaratishingiz kerak bo'ladi, sifatiga yo boshqasiga emas. Endi ikkinchi tomonni qarang. Ayrimlar uni vaqtni tejaydigan, demak vaqtni tejaydi. Ikkinchi tomonda aytayapti. Arzon, ikkinchi tomonda aytayapti. Hammabop ovqat turi deyapti. Endi mana bu yerda hammabop ovqat, ya'ni bu yosh kattalar uchun, yosh bolalar uchun, demak ayollar uchun, qizlar uchun, qariyalar uchun, hamma uchun umumiy deb hisoblashyapti-da. Mana shu jihatga qarashingiz kerak. Ya'ni o'sha fikrning minus yoki plus tomoni borligini mana shu yerda hammabop ovqat degan joyda izohlab berishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, boshqalar fast foodni inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diruvchi deyapti. Qarang. Inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diruvchi. Mana shu jihatga alohida urg'u qaratasiz. Omil deb bilsa, ya'ni salomatlik kushandasi deb baholayapti. Demak, birinchi tomonda qulayligi, tejamkorligi, vaqtni tejashi, arzonligi va hamma uchun birday mos ovqat turi ekanligi haqida yozasiz. Ikkinchi tomonda salomatlik uchun jiddiy zarari borligini yozib o'tishingiz. Demak, bu essayning eng demak mavzusiga to'g'ri yoki mavzudan chetlashmaganlik holatda yozilgan essay mana shunday kirishda bo'ladi. Ana endi kirish qismi qanday boshlanishi kerak? Umumiy bir gap, bu birinchisi, demak bir raqamni qo'yamiz. Yo'naltiruvchi gap, bu ikkinchi etapda bo'ladi. Qayta ishlanadi. Nima qayta ishlanadi? Mavzudagi jumlani qayta ishlaysiz. Tezis to'rtinchisi. Demak, e'tibor bering, kirishning o'zi 4 ta gapdan iborat bo'lishi kerak. Umumiy gap, yo'naltiruvchi gap, qayta ishlash va tezisdan, ya'ni asosiy qismga yo'naltiruvchi ishora bo'lishi shart. Ana endi kirish qismining o'zi haqida gaplashamiz, qarang. Bugungi globallashuv va tezkor turmush tarzi sharoitida ovqatlanish madaniyati ham sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Mana bu umumiy gap, ya'ni birinchi gap. E'tibor bering, sariq rang bilan belgilab o'tganmiz. Yo'naltiruvchi gap yashil bilan belgilayapmiz. Xususan, mana bu kirish so'z bilan kelyapti mana. Xususan, fast food mahsulotlari kundalik hayotimizda tobora keng o'rin egallab, ko'plab insonlar uchun oddiy va qulay taom tanlovga aylanmoqda. Bu ikkinchi yo'naltiruvchi gap. Uchinchi gap qayta ishlanadi. Nima qayta ishlanadi? Mavzu qayta ishlanadi. Buni ko'k rangda berganmiz. Mana e'tibor berasiz. Shu bois bu masala atrofida turli qarashlar shakllanmoqda. Ayrimlar fast foodni zamonaviy hayotning ajralmas qulayligi deb bilishsa, boshqalar uni sog'liq uchun xavfli odat sifatida baholashmoqda. Bu uchinchi, ya'ni qayta ishlangan gap. Ya'ni mavzuni qayta ishlaganmiz bu yerda. Essay vaziyatni qayta ishlaganmiz. Essay vaziyatni shunchaki ko'chirmadik. Demak, o'sha kimlarningdir zamonaviy hayotning ajralmas qismi bo'lyapti. O'sha tejamkorligi uchun, vaqtni tejash uchun, qulayligi uchun, arzonligi uchun desa, yana kimlar uchun sog'liqqa zararli deyilyapti. Mana shu ikkita ma'lumotni umumiy kiritganmiz bu yerda. To'rtinchi qism tezis. Tezis qanday qo'yilyapti? Bu yerda demak bilan qo'yganmiz. Tezisni mana binafsha rangda savol tug'iladi. Fast food haqiqatan ham zamonaviy qulaylikmi yoki salomatlikka jiddiy zarar yetkazuvchi vositami yoki omilmi? Mana shu yerda vosita so'zini qo'llasak bo'ladi. Vositami? Bemalol shuni qo'llasak ham bo'ladi. Yoki omilmi so'zini ham qo'llashingiz mumkin. Demak, har bitta gapni e'tibor bering. Xususan, ikkinchi gapni, uchinchi gapimizni, ya'ni qayta ishlangan qismni shu boisdan, to'rtinchi qismda demak degan bir ma'lum kirish so'zlar bilan boshlayapmiz. Demak, essayning har bir qismida mana shunaqa kirish, o'sha jumlalarni isboti, tasdig'i, ta'kidi uchun modal so'zlardan atroflicha foydalanish zarur hisoblanadi. Demak, hozirda siz uchun essayning kirish qismini batafsil yoritib berdik. Keyingi videolarimizda essayning asosiy qismlari va xulosalari haqida batafsil ko'rib boramiz. Bizni Instagram, Telegram va YouTube sahifalarimizda to'liq kuzatib boring, qo'llab-quvvatlang. Barcha qilayotgan yangiliklarimiz, darsliklarimiz faqat sizlar uchun bepul tarzda taqdim etiladi.